Siz massajni yoqtirasizmi? Sharqona donishmandlik shunday deydi. Agar odam kasal va baxtsiz bo'lsa, unga massaj kerak. Agar u sog'lom va baxtli bo'lsa, unga massaj shart. Sababi massaj faqat rohat emas, ichki sog'liq va xotirjamlik manbai. 1 soatlik sifatli massaj 7-8 soatlik uyqu bilan teng. Massajdan so'ng tanamizda tabiiy himoya qiluvchi hujayralar, enki hujayralari 30-20% ga ortadi. Bu hujayralar organizmni virus va saraton hujayralaridan himoya qiladi. Stressmi, tashvishlarmi? Bitta massaj seansi organizmda kortizol gormoni, ya'ni stress gormoni miqdorini 31% ga kamaytiradi. Faqatgina 15 daqiqalik massaj organizmda oksitotsin, mehr va xotirjamlik gormoni darajasini 17% ga oshiradi. Oddiy dam olishda bunday ta'sir bo'lmaydi. Og'riqdan qiynalyapsizmi? Massaj og'riq kamaytirish bo'yicha super kuchga ega. Og'riq intensivligini 350% ga kamaytiradi. Ayniqsa bel, bo'yin, bosh og'riqlari bo'lsa. Massaj nafaqat odam uchun, hatto 20 metrlik kitlar ham massajni yaxshi ko'radi. Ular dengiz tubida orqalarini toshlaga ishqalab massaj olishadi.